Mana 2 kosa universal tuproq. 1 kosa kokos chipsi. Kokos chipsi albatta maydaroq bo'lsin, juda ham yirik bo'lmasin. Mana 1 kosa kokos chipsi, 1 kosa perlit. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun ham xudo xolisa anturium parvarishi haqida gaplashamiz. O'zi anturium parvarishida ikkita muhim narsa bor. Birinchisi bu to'g'ri tuproqga ekish va ikkinchisi to'g'ri sug'orish. Kecha anturiumni to'g'ri sug'orish haqida batafsil gaplashgan edik, bo'qtirib sug'orish haqida. Bugun anturiumni tuproq haqida gaplashamiz va men sizlarga bitta zo'r, unumdor tuproq tayyorlashni ko'rsatib beraman. O'zi anturium xuddi fialka, orxideya, azaliyaga o'xshab tuproq tanlaydi, tuproqga injiqligi bor. Anturium tuprog'i albatta juda ham yengil, juda ham yumshoq bo'lishi kerak. Havoni zo'r o'tkazish kerak, ildizlariga havo yaxshi yetib borish kerak va eng asosiysi anturium tuprog'i suvni yaxshi o'tkazish kerak. Kechagi videoda men sizlarga ko'rsatdim. Suv quyganingizda suv tez o'tib ketishi kerak. Bu juda ham muhim. Do'stlar, birinchi bo'lib men sizlarga tuproq tayyorlashni ko'rsatib beraman, keyin shu haqida ozgincha gaplashamiz. Kim kanalimizda mehmon bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizning Telegram kanalga ham albatta obuna bo'linglar. Do'stlar, birinchi bo'lib anturium uchun juda ham yengil, yumshoq, unumdor tuproq tayyorlashni ozgincha tushuntirib, ko'rsatib beraman. Tayyorlab bo'lganimizdan keyin nimaga aynan shu qo'shimchalarni qo'shganimizni sizlarga batafsilroq tushuntirib beraman. Anturiumga mos juda ham yengil tuproq tayyorlashimiz uchun bizga 2 kosa universal tuproq kerak bo'ladi. Universal tuproqning o'rniga oddiy verxavoy torf ham ishlatsanglar bo'ladi. Bizga 1 kosa kokos chipsi kerak bo'ladi. Anturium uchun, anturium tuprog'i uchun kokos chipsi juda ham muhim narsa. Bizga 1 kosa perlit kerak bo'ladi va bitta peyla tsialit kerak bo'ladi. Endi hozir shu qo'shimchalarni tog'orachaga solib, aralashtirib tuprog'imizni tayyorlaymiz. O'zi universal tuproqni 3 ta kosa qilsanglar ham bo'ladi. 3, 1, 1,5. Hozir men solib ko'raman, aralashtirib ko'raman. Agar tuproq kam bo'ladigan bo'lsa, yana 1 kosa universal tuproq qo'shamiz. Mana birinchi 2 kosa universal tuproq qo'shamiz. Aytganimdek, universal tuproqning o'rniga oddiy verxavoy torf ham ishlatsanglar ham bo'ladi. Mana 2 kosa universal tuproq. 1 kosa kokos chipsi. Kokos chipsi albatta maydaroq bo'lsin, juda ham yirik bo'lmasin. Mana 1 kosa kokos chipsi, 1 kosa perlit, bitta peyla tsialit va endi hozir hammasini aralashtiramiz. Do'stlar, mana tayyorlagan tuprog'imiz anturium uchun juda ham mos bo'ldi, juda ham yengil, yumshoq, unumdor tuproq bo'ldi. Hali mana bu qo'shgan kokos chipslarimiz o'ziga suvni shimib, yana ham katta bo'ladi, yana ham ko'payib ketadi va shunda tuprog'imiz yanada yengil, yanada yumshoq bo'ladi. Bu tuproq anturium uchun juda ham mos. Bu tuproq ildizdagi havoni yaxshi o'tkazadi, ichida havo yaxshi aylanadi va bu tuproq suvni tez va zo'r o'tkazadi. Bu anturium uchun eng muhimi. Biza 2-1-1,5 qilib tayyorladik. Universal tuproq boshqa qo'shmaylar, shuni o'zi yetar ekan. Agar yana universal tuproq qo'shadigan bo'lsak, tuprog'imiz ozgincha og'irroq bo'lib qoladi. Lekin sizlar boshqa aroidlar uchun tuproq tayyorlamoqchi bo'lsanglar, yana 1 kosa yoki 2 kosa universal tuproq qo'shsanglar bo'ladi. Misol uchun Aglaonema, Spathiphyllum, Monstera, Dieffenbachia, Philodendronlar uchun tuproq tayyorlamoqchi bo'lsanglar, buning ichiga yana 1 kosa yoki 2 kosa universal tuproq yoki torf qo'shsanglar bo'ladi. Lekin anturium uchun boshqa qo'shmaylar. Chunki aroidlarning ichida anturium eng yengil tuproqni yaxshi ko'radigan o'simlik. Buni tuprog'i juda ham yengil bo'lishi kerak. Do'stlar, anturium tuprog'iga albatta kokos chipsini qo'shinglar. Boshqa xona gullarini tuprog'iga qo'shmasanglar ham anturium uchun bu juda ham muhim. Chunki kokos chipsi har qanaqa tuproqni juda ham yengil, yumshoq qiladi. Har qanaqa tuproqda havo aylanishini yaxshi qiladi, ildizlariga havo yaxshi yetib boradi. Bu anturium uchun juda ham muhim. Kokos chipsi qo'shilgan tuproqda suv turib qolmaydi, suv tez o'tib ketadi va kokos chipsi qo'shilgan tuproq hech qachon qotib qolmaydi, presslanib, zichlashib qolmaydi. Bu anturium uchun juda ham muhim. Do'stlar, yana bir narsani aytish esimdan chiqdi. Bugun biz anturium tuprog'ini almashtirmaymiz, chunki gullab turibdi. Gullash paytida mumkin emas. Keyin gullab bo'lgandan keyin xudo xolisa almashtiramiz. Mana biz tayyorlagan tuprog'imizni salofan paketga solib qo'ydik. Kerak bo'lganda olamiz. Albatta sizlarda ham tuproq ortib qoladigan bo'lsa yoki tayyorlab qo'ysanglar, ishlatmaydigan bo'lsanglar, salofan paketga solib qo'yinglar. Salofan paketning ichida sifatini o'zgartirmaydi. Do'stlar, agar videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlarga kattakon rahmat. O'zi menimcha ko'pchilik videoni oxirigacha ko'rmaydi. Agar oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, albatta izohda oxirigacha ko'rdim deb yozib qo'yinglar. Menga bu juda ham qiziq. Endi mavzuyimizga qaytamiz.
Perlit ham xuddi shunaqa tuproqni juda ham yengil, mayin, yumshoq qiladi. Xohlasanglar perlit o'rniga vermikulit ham ishlatsanglar bo'ladi. Bir kosa perlit o'rniga bir kosa vermikulit. Tsiolitni xohlasanglar qo'shinglar, xohlasanglar qo'shmanglar, bu shart emas. Bir pela tsiolitni o'rniga ozgincha ko'proq kokos chipsi yoki ozgincha ko'proq perlit qo'shsanglar bo'ladi. Lekin tsiyolit ham juda ham foydali narsa. Bu tuproqni juda ham yengil qiladi va yengil oziqa sifatida ham ishlaydi. Misol uchun topsanglar, albatta qo'shinglar. O'zi tsiolitni har qanaqa xonagullarning tuprog'iga ozgincha qo'shsanglar, faqat foyda bo'ladi. Universal tuproqni albatta qo'shamiz, chunki bu tuprog'imizning asosi bo'ladi. Universal tuproqni o'rniga xohlasanglar oddiy verxavoy to'rfan qo'shsanglar bo'ladi. Do'stlar, endi sizlarga maslahat, agar sizlarga shu qo'shimchalar kerak bo'lsa, albatta Pyotr Plexanovdan olinglar. Universal tuprog'i o'zim 2 yildan beri ishlataman. Juda ham zo'r universal tuproq, juda ham barakali. Tsiyolit ham zo'r, kokos chipsi ham zo'r, perlit ham zo'r. Bularni sizlar uzun marketdan olsanglar ham bo'ladi yoki men sizlarga maslahat beraman. Pyotr Plexanovning Telegram kanaliga obuna bo'linglar. Men o'zimni Telegram kanalimni va Pyotr Plexanov Telegram kanalini shu videoni birinchi izohida qoldiraman. Do'stlar, xudo xolasa bu hafta yoki keyingi hafta bu mahsulotlarga juda ham zo'r chegirmalar bo'ladi. Menimcha 50%, 60% ham bo'lishi mumkin. Shu uchun albatta Telegram kanallariga kiringlar yoki bizning Telegram kanalimizga kirsanglar, shu joydan xabar topib tursanglar bo'ladi. Va do'stlar, mendan ko'pchilik xelat temirni so'ragan edi. Mana buni ham Pyotr Plexanovdan topsanglar bo'ladi. Har qanaqa xonagullarning bargini yorqin, chiroyli, ko'm-ko'k qiladigan oziqa. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha. Yana aytishimdan chiqdi, anturium uchun Pyotr Plexanovda tayyor tuproq ham bor, nomi Spatifilum. Shu tuproqning tarkibiga ozgincha kokos chips qo'shsanglar, juda ham zo'r tuproq bo'ladi. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rsataman.